Assalomu alaykum barchaga. Ushbu video orqali biz Odoning ommaviy tahrirlash funksiyasini ko'rib chiqamiz. Ushbu funksiya bizga bir vaqtda bir nechta list elementlari bilan ma'lumotlarni tahrirlash imkoniyatini beradi. Misol uchun aytaylik, ushbu litimizda, birinchi turgan litimizda salesperson yo'q va bundan keyin 10 ta lidimizga bitta sales manager mas'ul bo'ladi. Ya'ni aytaylik Mitchell admin bittasiga biriktiraylik. Odatiy ravishda biz har biriga ichiga kirib, lidning ichiga kirib va salesperson biriktirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi biz bilamizki, Mitchell admin bu bugungi lidlarning 10 tasi uchun mas'ul. Buning uchun biz Odoning ommaviy tahrirlash funksiyasidan foydalansak, bu yechimni 5 sekundda amalga oshirsa bo'ladi. Avvalo biz bu funksiyani yoqib olgan bo'lishimiz kerak. Ya'ni ushbu ko'rinish, ya'ni view uchun, ingliz tilida view deyiladi, ko'rinish uchun yoqib olgan bo'lishimiz kerak. Yoqish uchun biz studiyadan foydalanamiz. Ushbu studiya tugmasini bosib, mana studiya sahifasiga o'tib oldik va view bo'limiga o'tamiz. O'tganimizda bizda mana enable mass editing funksiyasi yoqilgan. Demak, bizda ishlaydi. Shu funksiya agar yoqilmagan bo'lsa, yoqib qo'yish kerak bo'ladi. Ushbu funksiyamiz faqat list viewlarda, ya'ni Excel ga o'xshagan mana bu ko'rinishda ishlaydi. View ko'rinishlarda ishlaydi. Endi biz hozir 10 tasini o'zimizga tahrirlab olaylik. Hozir bu yerdan 10 tani filtrlab oldik va bu yerda salesperson ustiga bosamiz. Bosganimizda mana bizda sotuv menejerlari kelib chiqadi. Mitchell adminni biriktirsak, bossak, mana confirmation, ya'ni tasdiqlash so'rayapti. Quyidagi hamma 10 ta lidni Mitchell adminga biriktirishni xohlaysanmi deyapti. Xohlayman deyish uchun update tugmasini bosamiz. Bosganimizda mana ko'rib turibsizki, 10 ta lid uchun Mitchell admin xodimimiz biriktirildi. Endi qolgan 12 tasi uchun o'tamiz. Xo'sh, bu yerdan qolgan ikkitasi uchun ham shu ikkitasini ham shu ko'rinishga, ya'ni qatorga olib kelamiz va mana 12 tasini belgiladik. Qolgani uchun mark demo degan xodimimizni biriktiryapmiz. Update tugmasini bosdik, mana avtomatik mark demo sotuv menejerimizga biriktirildi. Endi umumiy ko'rinishga ko'radigan bo'lsak, mana boshidagi 10 ta Mitchell admin, qolgan 12 ta uchun mark demo xodimimizga biriktirildi. Ushbu funksiyadan boshqa modullarda ham foydalanish mumkin. Ya'ni bu funksiyaning asosiy maqsadi bir vaqtda bir xil ma'lumotga, ya'ni filtrlash orqali biz nechtasini bu yerdan tanlab olgan bo'lsak, shuni biz assign qiladigan bo'lsak, ya'ni shu tanlanganlar uchun ishlaydi. Mana John Doe degan xodimimizga assign qildik, 20 dan mana avtomatik 20 ta almashib qoladi. Shu tarzda bu funksiyadan foydalanamiz. Boshqa faqat shuni e'tiborga olish kerak, bu list viewlarda ishlaydi bu funksiya. E'tiborlaringiz uchun rahmat.